Xo'p, diqqat akalar, ozgina e'tibor berishinglarni xohlardik. Kecha kunduzda ozgina pojar bo'lib qoldi mana do'stimizning uyida. Shunga hozir ahvol ozgina tushuntirib beraman. Qaranglar akalar, mana asosan mana shu do'stimizning uyidan chiqqan yong'in, naryoqga ham chiqqan, o'tgan, bu yoqqa ham o'tgan. Asosiy sabab bu yoqda bo'lgani uchun hozir bular ham aytishyapti, biza nima deydi, anaqamizda yo'q, davoyimizda yo'q deb ikki yoqdagi uy ham aytishyapti, o'zinglarga mana shu uyni amali o'zinglar qilsanglar bo'ldi, biz o'zimiznikini qilib olamiz deyishyapti. Mana shu uyga asosan yordam bera olishimiz kerak ekan. Agar kimda qanaqa imkoniyat bo'lsa, plastik kartasini tashlaymiz, shu uydagilarni tashlab qo'yib qo'yaman. Ko'rib, qarab, imkon qadar qo'lingizdan kelgancha yordam qilishga harakat qilarsizlar. Xullas ko'rib turibsizlar, hamma qo'lidan kelgancha yordamda, xudo xolasa. Kimda qanaqa imkoniyat bo'lsa, 5000 so'm, 10000 so'mdan bir tashlasanglar ham ancha-muncha odam ko'ryapti bu videoni. Ancha ishi bitib qoladimi deyman-da. Xudo xolasa, o'shanga qo'lingizdan kelgancha imkon qadar, bo'lmasa shu videoni tarqatib qo'yib ham yordam qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat oldindan.